Assalomu alaykum hammaga. Ko'p bo'ldi avtomobillar bilan bog'liq videolarni qilmay qo'ydik. Bugun sizlarga chiroyli bo'lgan videoni ko'rsatib o'taman. Ya'ni Xorazmda yagona bo'lgan Chang'anni rasmiy dilerini avtosaloniga keldik. Ya'ni Urganch shahrini Paxtakara ketaverishdagi yo'lda joylashgan. Bir chetdan mashinalarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa kommentariya, like'larni bosib qo'yamiz, chunki zarubejniy mashinalarga qiziqadiganlar uchun bu juda ham manfaatli video bo'ladi. Demak, biz bir chetdan boshimiz hozir mutaxassis bilan gaplashamiz. Mashinalarni o'zini ko'rinishi, nechta tezlikda yurishi va salonlari, bahosi hammasini birgalikda bilib olamiz. Demak, videoni oldindan bir like bosib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Demak, biz hozir avtosalonning ichiga kirib oldik. Mutaxassisimiz Otabek bilan, xudo xolasa o'tish bilan gaplashib olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi kelibsiz. Ag'a, bu yerda rasmiy dilerang, to'g'rimi? Xorazmda yagona bor. Bugun bizlara necha mashinalarni tanishtirib o'tasiz, shu odlarni aytib o'ting, bir chetdan mashinamiz. Xo'p, bizda asosan elektromobil gibrid bo'ladi. Hammasini kilometri zapas ko'da 1200 kilometr yuradi. Benzinda 1000 kilometr, elektrda 215 kilometr yurib beradi. Tushunarli. Hozir bir qator modellarimizni tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi, yetdik esa. Qanasa boshlaymiz, og'alar, birdan like bosib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Nima mashina bog'a? Bunda Depal SL03 bu sedan varianti bo'ladi. Bular skidga chiqib turibdi. O'zini avvalgi bahosi 386 million so'm. Kreditda biroz oladigan bo'lsalar 370 milliondan beramiz. Agar naqd pul oladigan bo'lsa, yana ustidan qaytib bersa bo'ladi mashinamiz. Tushunarli. Qarang, og'a, bu neyni mashina bu? Bular Xitoy davlatidan kirib keladi. Masalan, buni boshqacha ranglari ham bormi sizlarda yoki zakaz berish kerak? Necha qoladi bu? 6 xil sveti bor shu mashinada. Hozir nalisida tayori, oqi, mokrisi, qarasi 3 xil rangi bor. Tushunarli. Demak, svet rangini olib beramiz. Buni rasxodlari boshqa yerlar, boshqa mashinalarga qaraganda yaxshi, to'g'rimi? To'g'ri. Benzin rasxodidan kelsak, 4,5 litr rasxod atadi. 100 km. 100 km 400 litr benzin oladi. Tushunarli, dumzo'r. Yana nima mashinalar bor bu yerda? Gap turgan. Bunda bu sedan varianti bo'lsa, buni endi baland mashina yoqtiradiganlar uchun bunda crossover varianti bor. Balanti bor. Bu Depal S07 bo'ladi. Avval buni yurish nalari bir xil, ikkisi motorlari 1.5 atmosferli. Даже metan ham qo'ysangiz bo'ladi bu mashina. Metan ham qo'ysa. Demak, unda benzin, elektr, metan, propan xalosi. 3 в 1 deydi-ku, kofe emas, mashinaning o'zi. 2,5 ming yurib beradi. 2,5 ming, tushunarli. Demak, unda Toshkentga borib qaytsa bo'ladi. Borib qaytib keladi arkadaşlar. Tushunarli, dumzo'r. Menimcha bu oilaviy mashinalar yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Buni yana nima xususiyatlari bor mashinaning? Buni yana ichida salon qismiga kelsak, salon qismini mana bir ko'rib o'tdik. Saloni nappa ko'zdan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Sidan massaj, abuf, abagrev, head up display, face ID. Ortiqcha knopkalarning o'zi yo'q. Quri monitorda boshqalardan emas, ana ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Arqa tarafini chiq, masalan, ko'proq men oilaviy bo'lganimdan keyin menga shu arqa tarafi qiziqroq. Sidanasi до конца surilib turibdi. Sidanasi kart полный tuzilib turibdi. Og'alar, men bir ko'rsatib o'ting sizlarga. Hoppa, qaranglar. Mana o'tirishim sidina tuzilgan. Mana полный ikki barmoq полный ko'proq ham sig'adi. Zo'r ekan, to'g'risi. Buni abagraflari Abdu hamma o'zi boring. Shuni o'zi. Xalosos orqadan ham boshqarsa bo'ladi. Bunda knopkalar ham bor ekan. Bo'lni klimat kontrollari, boshqacha massaj ham bor bunda. Massaj ham bor. Keyin pardasini ochib bilasiz orqadan. Orqadan o'zi ochib bo'ladi. Keyin oldingisidan ham surib bilasiz, ana knopkasi bor undan. Tak. Ochilmasa. Bunda ochiladi ekan mana. Oldingi sidenani o'zidan sursa bo'ladi orqada o'tirib. Shular zo'r ekan. Anisa salon ichidagi bu освещениyasi nima deb aytiladi bu yani? Освещениyasi вообще zo'r ekan, to'g'ri. Yana xil rangi o'zgaradi. Yana tumonlak, uni bir boshqacha tuzilgan ekan-da. Avtosalonni ichi saloni вообще dahshat ekan, to'g'risi. Menga yoqdi. Mashincha so'maz og'a, shu turish vaqti hozir mana, shu turishda. Bu 383 milliondan boshlanadi. Bu birinchi pozitsiyasi bo'ladi, 19 lik diskada bo'ladi. Mana baland pozitsiyalarida diskalar o'zgarib chiqqan. Qarang, menda uncha ko'p pul bo'lmasa, masalan, uncha pul bo'lmaydigan bo'lsa, nalichkada shunday pul olasizlar. Kreditam yoki muddat to'lab olsa necha so'm bo'ladi? Oldindan 30% to'lab 5 yilgacha olsa bo'ladi. 5 yilgacha. Xalosalar muddatni to'lab olma, 1 yilgacha. 50% ni to'lab 1 yilgacha olsa bo'ladi. 5% ustidan pul minmaydi. Bez ramishni ekanmi, uni ekanmi? Qarang, bu to'g'ridan bo'lsangiz Nasıl ekan? Mashinalar biz ham mashinalarda bo'ladi-ku. Uning o'zi yo'q ekan mana. Polli aynani o'zi mana uni ekan. E'tibor bersangiz, bez ramishni и bir yeri bor ekan, 2 kat mashinaning aynasi. Qaranglar, e'tibor beringlar, 2 kat bo'lgandan keyin ichandagi agar siz konditsioner ishlatadigan bo'lsangizlar, polli havo chiqib ketmaydi deshana. Yine ko'pincha darab aynadan chiqadi, ovoz ham havo. Aytganingizdek, shumka degan narsasi ovoz ham chiqarmaydi. Bir zo'r ekan bu narsalarga. Mashinani knopkada o'zi ilinmaydi, bang, organizmasi boshqacha bang. Bu ishdan kirib ketadi. Mana full pozitsiyasida davodchiklar ham bo'ladi. Tushunarli. Keyin mana akustikasini kelsak,
Общий 16 dana kolonkasi bor buni. Aha. Даже spinkasidan bor. Spinkasidan ham. Telefonda gapirsangiz doğru işodan chiqadi ovozi. Hisob. Telefonda gaplashganda bu ketadi. Sen polni o'rab oladi ekanda sizdan chalg'itmaydi. 2 dana usulitri, 1 dana subwooferi bor orqasida. Ajoyib. Akustikasini gap yo'q. Buni anosini ochib ko'raylik, bagajini ichib buni. Bagajidan bir ko'raylik. Svetlar mana Svetini oshiga gap yo'q. Ayniqsa geshda dim boshqacha ham tursa kerak men. Sportviy mashinalar. Sportviy mashinalarga ekan, ajoyib. Oilaviy mashina, zo'r mashina ekan. Ayniqsa uzoqqa ketganda xorimaydigan mashina. O orqasidan ko'p ekan. Bagaji undaligi 450 litr. Zo'r. Dahshat. Bu o'zini komplektni narsalari. Tushunarli, ajoyib. Yo'l, mashina gap yo'qlar. Mashinasida shu yani 7 kilovatlik zaryadkalardan qo'shib qaramiz. Yana aytganingizdek metan qo'ysam bo'ladi, chunki tayyorda o'sha mana joy. Lekin buni olgan odam menimcha metan qo'yib desam menimcha bilmadim yana. Balkim kimdir, har kim har xil. Bu nima mashina? Bu bir cho'rna kuladigan bo'lib turibdi bu. Bo'mshi yani SL 03 ni bu qora rangi. Qora rangi, ha? Biz salonni ko'rsatmadik. Salonni ko'rsatmadik mana salon. Bunda displey 2 dana bo'ladi. Ham head-up displey, ham uzundan displey bor. Tushunarli. Arganda yo'q edi. Yana nima funksiyalari bor? Masalan, ma'zum rullarni uncha ko'p displey anosini ko'rmaydi qana knopkalarni. Ko'pincha novda boshqariladi bu. Ko'proq ruldan tashqari novlarda, masalan, monitordan boshqasa bo'ladimi deyman-da. Mana hozir rejimlarida ekonom rejim, komfort, sport rejimlari bor. Ya'ni mashinani minasiz, start stop knopkani o'zi yo'q. Tormozni bosasiz, o'zi yanadi mashina. Qilti ko'chadi. Emonda tushunarli. Qanday qilib ko'rsatding qani? Chiqadi. Sen boqoyadingiz bashkak. Ana kerak bang. Boshda ko'proq bo'ldi yana yandı mashina. Skorosti rechakda bo'ladi yana. Rechakda? Rechakda bo'lmasa. Hisob. Ya mashinamni monitor o'zim qaradi yana. O'zingiz ham moslashadi, ha? O'zim moslashadi. Ajoyib. Dumzo'r ekan shular. 360 gradus kamera, polosa ushlaydi, oldindagi mashinani sezadi, peshxodchiga to'xtaydi avtomatik. Xullas yo'q funksiyani o'zi yo'q. Slipozona deysizmi? Qarang, shu peshxod deganning qarang, ko'pincha hozir boshqa mashinalarda e'tibordan bo'lsangiz men ko'p ko'rdim-da videolarda. Masalan, peshxod deymizdan peshxod emas joylardan ham odamlar o'tib ketadi-ku. Shu yerda ham to'xtab qo'yib, orqasidan solib beradigan vaqtlarim bo'lgan. Lekin shu funksiyani ham o'chirib qo'ysa bo'ladimi? O'chirib qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun chunki bizda bilasizku, buning hamma peshxodda o'tadigan odamlar bo'lmaydi. To'g'ri tushunasizlar gapimni. Chunki peshxodda o'tmaydigan odamlar uchun bu mashinaning yangi funksiyasi yonib tursa, birdan eldan chiqib bersa, bu to'xtasa orqadan gap solishi mumkin. Bu funksiyasini ham o'chirib qo'ysa bo'ladi ekan, yo'llarni xotirjam bo'ladi. Bunda ko'p mashinalarda mashina arkasi avtomatik qo'shilib turgan bo'ladi. Bunda o'chib turgan bo'ladi. Xalosa o'zingiz yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Xavfsizlik jihatidan chiqarib beradigan narsasi bo'ladi-ku. 12 dan ayir bakı bor o'zini. 12 dan ayir bakı bor. Kameralarini chiqib nechadan kamerasi bu pozitsiyada eldinda 2 dana, yon boshda 2 dana, 4, orqada 5 dana kamerasi. 5 dana. Albatta eng kamida menimcha bundan ko'p bo'lsa kerak, mashina. 16 qilasam bo'ldi, go'stam. 16 sam. Bir chetdan ko'ramiz, og'alar, qiziqli mashinalar ekan. To'g'risi men birinchi galishim avtosalonga, lekin menga yoqdi to'g'risi. Hozir bagajini ham ko'ramiz. Bagaj ham menimcha keng bo'lishi kerak. Menimcha keng. Bu ham keng. Bu ham keng yana. E'tiborli ham bo'lsa, yana lavolar bilan tenglashtiradi. Liftback deb aytiladi-da. Liftback. Zaryadkalari bundan komplektli narsalar. Bundan o'zir komplektlar bilan keladi ekan. Tushunarli. Avtomobilni subwooferini. Subwooferi bor. Dumburda yuradigan ular uchun ajoyib. Bir reaktor mashinani polni panorama ekan. E'tibor beradigan bo'lsangizlar, mashina polni panorama, hech qanday bir lyuk ochib o'tirish shart emas. Panoramning tomi bor. Hech qanday muammosi bo'lmaydi. Bu mashina ham shuni markadanmi yo boshqa mashina? Shu mashina shu. Bu S7 bo'ladi, lekin rangi boshqacha. Boshqacha, bir xil. Eng qiziqib turgan mashinam bor, og'alar. Hozir uni men to'g'risi shaharda yo'q. Men garantiya beraman, shaharda ko'rmadim. Balkim sizlar ko'rgandingizlar, lekin men ko'rmadim. Ya Avatar degan kinoni ko'rganmisizlar? Shuni mashina desam ishonasizlarmi? Hozir uni ko'rasizlar. Zo'r mashina ekan. Salon qachon ochildi, og'a? Salon adashmasam 1,5-2 oy bo'la keldi o'zi. Rasmiy tarzda ochilgani 2 oy bo'ldi, hisob. Hali ochilish bermadi, hali ochilsa o'zingiz bilan xudo xolasa. Ochilsa keladi. Demak, rasmiy berilmadi, ha? Rasmiy. Test rejimda ishlatdik. Test rejimda. Shu vaqtgacha bir 100 yaqin mashina sotdik o'zi. Ajoyib, zo'r. Og'a, shunda bu mashinani bir tushuntirib bering, chunki odamlarga qiziq, menga ham to'g'risi qiziq, chunki men bu mashinani birinchi ko'rishim, ya'ni videoda olmasdan bir ham so'radim-ku, og'a, men buni Urganchda ko'rmadim. To'g'risi, Urganchda yo'q rastanda, men ko'rmadim. Shuning uchun ozgina bu mashina haqida tanishtirib o'tsak, menimcha videodagilar ham qiziqib turibdi. Bu mashina, ya'ni kelajak mashina, Avatardan aytdingiz-ku, kinoda. Mana shu kelajak mashinasi Avatardan. Bular hozir bizlarga kelganda bir 2 kun bo'ldi. Hozir o'zim bilgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Bo'ldi. Mashinamiz Avatar 06 bo'ladi bu. 12 gacha modeli chiqqan buni. Avatar 06 dan Avatar 12 gacha chiqqan.
12 yaşa uzunlaşıp ketaveradi mashina. Hozir 06 sal kaltaroq bo'ladi, modellarga qarab uzayadi. Bu 1200 km yuradi. Benzinda 1000 km, elektrda 215 km yuradi. Gibrid bo'ladi. 100 sekunda 600 sekundda chiqadi 100. Aha. Arka privod bo'ladi, zadniy privod. Tushunarli. Mashinamizda pnevma podmeskalari ham bor. O'zi chiqib tushadi-a? Diskalari 21 razmer. Shober trackdan kelsangiz, ana ichindagi salondagi funksiyalarni Gang o'zing tushuntirasiz, gang. Gang, imondan eng zo'r yeri buni bu mashina ichida o'tirib qarsangiz bo'ldi, akangni. O'zi ochiladi. Ajoyib. Ochilsin dedi-ku. Kosmik kema buni, rulni o'tirganingiz, ana tarafdan kelib tushuntiraman. Lekin mashin ya Tesla'ni bilasizlar-ku rulini. Shu Tesla'ning rulini o'xshab ketadi ekan, ruli. Lekin bu boshqacha ekan. Lekin ayniqsa bu displeyni e'tibor bering, og'alar, bu displey bu nerealniy bir boshqacha ekan, to'g'risi. Ya'ni avtomobilni hozir ikki eshikni ochib ko'pmiz, displeyni o'zidan ham mashinani ikki eshikni ochib ko'rsatib turibdi, svet yonib turibdi, uni ham ko'rsatib turibdi. Shular ham bor. Qani qo'shimcha nima ma'lumotlar borga bedasiz. Xo'p, displeyni ko'rsatdik. Mana yana bir pozitsiyasida 06 ni ish o'rinda bakoy bo'lmaydi, kamera bo'ladi, o'shada bakoyni narsani ko'rsatib turadi. Ko'chani ko'rsatib turadi. Shuni joyi bo'ladimi? Shuni ham men turibdi bu yer. Tushunarli. Bu 06 ni birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyada bakoy yo'q, kamera chiqqan endi. O'zinda bo'ladi. O'shada ko'rsatib turadi monitorda. Tushunarli. Monitorda nima funksiyalari bor? Avtomobilning o'zi polni panorama ekan. Bu yerda o'zi hamma mashinalar polni panorama o'xshaydi. Hamma panorama aytib ishlangan. Sidenasini nima funksiyalari bor? Massaj, sovutadi, qizdiradi. Xo'p. Arka sidenlardan ham ligrovka bo'ldi, elda arkasini. Buni akustikasini ham gap yo'q вообще. Buni patologini o'zida bir 4 tadan 5 tane kolonkasi bor. Buni ham bunisidan ham bormi? Bundan bor. Tushunarli. Demak, gaplashib o'tirgandan ham pul funksiyalari bor ekan. Demak, bir tarafdan bu ham zo'r ekan, lekin hali bu boridim ular ekan. Ichida konditsionerlar ham bor. Hamma narsa, konditsioner ham bor. Demak, agar yozda bo'lsangizlar, suv buzli bo'lmaydigan bo'lsa, bunda konditsioner bor ekan. Shuni sap qo'yasizlar, o'zi buzni yetib beradi. Isitib ham beradimi? Demak, isitib ham beradigan, sovutib ham umuman konditsioner, короче. Kichkina konditsioner, u pechka deysizmi, boshqa hamma narsasi ishlaydi. Og'alar, bir so'z bilan aytganda, mashinani hammasini biz hozir ta'riflab beraveramiz, lekin o'zlaringiz kelib ko'rgani yetmaydi. Chunki baribir ko'zingiz bilan ko'rsangiz bu boshqa narsadan, to'g'risi. Hozir biz gaplayveramiz, tushuntiramiz, maqtayveramiz, lekin o'zingiz realni o'zingiz kelib o'tirib, o'zingiz mashinani bir test drive ham bor. Test drive ham bor ekan, og'alar. Test drive'ni boshqarib ko'rib, haydab ko'rib, keyin ana bemalol olsangizlar bo'ladi. Hech qanday qo'lingni deyizma degan gap yo'q. Bemalol ko'chani aylanib haydab kelsangizlar, keyin ana olish olmasliklaringizni ko'rsangizlar bo'ladi. Bu yerda kredit ham olsangizlar bo'ladi ekan, ya'ni muddati to'lab va o'sha durib berar ham bo'ladi. Ya'ni o'sha 50% ni oldindan to'lasangizlar, yana 1 yil durib beradigan olib berasizlar. Keyin foydalanish kerak. Haydab yurgan ko'na mashinalar bo'lsa, 2 salam olaveramiz mashinani. Nechta mashinalar bo'lishi kerak buncha? Mashinning farqi yo'q. Bu sira jim mashinam bo'laverami? Ikkalasi bizlar topshiradi-da, undan ustuna qo'shibmi yo shuni eldagi to'lov hisoblab ham berib ketsa bo'ladi. Ana, og'alar, uni menimcha boshqa avtosalonlarda yo'q, chunki liboy mashinadan kelib, undan boshqa mashinani deyarli berishni o'zi menimcha boshqa avtosalonlarda yo'q. Yana nima xizmatlaringiz bor? Mashinadan tushib gaplashali? Gang. Buni necha kamerasi bor dedingiz, og'a? Necha kamerasi bor buni hozir bugunda? Buni общий hisobda yana yan mashina o'zida yana 1 2 3 uchlarning o'zida 3 dona kamerasi bor. Ya arkasini o'zida imonda 2 dona kamerasi bor. Imonda 1 dona. Orqasini o'zida 3 dona. 3 dona. 6 bu. 6, 9. 12, 13 dona kamerasi bor. Wow, 13 dona kamera. Deyarli yana 2 donasi bor ekan. Deyarli polni mashinani agar ichida o'tirib polni neralanator nishatda hammasini, ya haydab bilmaydigan odam ham polni haydab biladi bu mashina, chunki monitorga qarab polni zo'r. Jamoat ustida e'tibor etgan bo'lsangiz, lidari bor. Va buni o'zingiz bajaradi. Bu palasalarni tutib beradigan narsa. Avtomobil qo'yasizlar, orqasini o'tib o'tiraverasiz mashina. O'zi yuradi mashina. O'zi yuraymi? Qarang, yana bir video ishlasakda, shu mashinani bir kun olib chiqsakdan deydi bir aytgan narsalaringizni bir tekshirib ko'rsak, ya'ni trassadami, neda bo'lsa-da, chunki bir tekshirib ko'rsak yaxshi bo'ladi, chunki siz hozir rul oldinda odam o'tirmay turib ham haydaydigan bo'lsa, mashinani bir tekshirib ko'rish kerak. Chunki bu mashinani biz hali yangi deb bilamiz, ya'ni bu Urganchni bozorini yoki Urganch ko'chalarini hali kirib kelmadi. Faqat avtosalonda turibdi og'alar. Agar siz bir dona bo'laman deydigan bo'lsangiz ham mana tayyor. Buni boshqa ranglari ham bormas? Mokrisi bor, qarasi bor.
Keyin fioletoviy svet ham bor. Fioletoviy. Bu avatar asosan shu fioletoviy rangga chiqqan. Glanni rangi shu fioletoviy. iPhone'da bilsangiz, ya'ni o'zini asosiy rangi bo'ladi-ku. Va. Asosiy rangi, glanni rangi fioletoviy bo'ladi. Tushunarli. Og'alar, lekin menimcha foydalanish kerak. Shunda qarang, og'azi masalan, bu yerda yo'q mashina bu odam bo'lsa, ya'ni zakaz etsa, siz shu Changan kompaniyasi tomonidan, necha kunda kelib berasizlar mashina? 2 kun agiradi. 2 kun. Uzoqi bilan 2 kun. 2 kun agiradi. Tushunarli. Liboy mashina, masalan, shu o'zingiz akib turgan mashinalar. Brend bo'ladigan bo'lsa, 2 kun agiradi shu. Bizda yo'q rangi bo'lsa, yo'q pozitsiyasi bo'lsa, 2 kun. Qarang, hozir bizda faqat elektromobil, gibrid haqida gapirishib turganda bechora birisi qolib ketibdi-da. Bu mashina nima mashina? Asosiy non topar mashina. Non toparlardan-da, va ayniqsa o'zbekka kerak bo'ladigan mashina. O'zini pulini ishlab beradi bu mashina. Ayniqsa bu yangi qurilishlar deymizmi yoki ulug'lar va fermerlarmi, kompaniyalar deymizmi, baribir yuk tashiydigan mashinalar, ya'ni tashiydigan odamlar uchun juda ham yaxshi mashina. Bir nechta mashina bor? Bu Changan Kaychang deb aytiladi, o'zi Kaychang modeli. Motori 1.2 lik bo'ladi. 2 tonnacha polni yuk tortib beradi. Mashinamiz labo variantda bo'ladi. 2 odamlik labo variant. Elektromobil emas, to'g'rimi? Yo'q, bu benzinli. 1.2 motor bor. 72 ot kuchi bo'ladi. Bu 3 million 290 ming so'm oyiga deb qo'yibsiz. Bu o'zi bahosicha so'mmi hozir? Bahasi 173 million so'm. Eldan 50 million to'lasalar ish puldan chiqadi. 5 yil olsa. 5 yil olsa. Tushunarli. Og'alar foydalanib qolish kerak. Agar krupniy pulingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol bo'lib beriladi ekan menimcha. Yana nov mashinalar bor. Deshanda nov mashinalar turibdi. Ular ham shu mashinalardan, shu markalardan, tushunarli. Hozir bu yerda yo'q modelimizdan Nevo N07 modelimiz sotib bo'ldik. Bu hozir talab yuqori bo'lib turibdi. Shu hozir sabeda qolmadi 200. Hozirgacha mashina sotdik dedingiz? Hozirgacha 100 mashina. 100 dan ziyod raqam bo'lsin. Demak, talabgor joli uchtimi mashina shunda. Demak, og'alar qaranglar, 100 dan odam sotib, 1,5 oyning ichida 100 dan mashina sotish bu har bir